Shunaqa odamlar ham borki, o'sha vaqtida sharoiti bo'lgan paytida o'qimaganiga hozir afsuslanishadi. Ularga nima deysiz? Xo'sh, o'zi o'qisam bo'lardi deb fikr yuritish bu juda ham yaxshi. Lekin bu fikr yuritishning ostida juda ham katta muammo yashirinib turibdi. Bu muammoning nomi nima? Hozirgi kunda yashagim kelmayapti. Hozirgi muammolarga, hozirgi daqiqadagi muammolarga qaragim kelmayapti. Gap shundaki, agarda odam hozirgi daqiqada yashagisi kelmay, maqsadlar sari yurgisi kelmayotgan bo'lsa, u nima qiladi? U ili o'tmishni o'ylab siqiladi, ili kelajagini o'ylab qayg'uradi. Bu shunaqangi qopqon. Gap shundaki, asosiysi hozir maqsadlariga qarab yurmasa bo'ldi. Odam yoshi 60 ta bo'lsa ham rivojlanishga unda kuch bo'ladi. Xohish bo'lsa bo'ldi. Misol uchun buxgalteriya o'rganmoqchi bo'lsak, misol. Buxgalteriyani zo'r o'rganishimiz uchun kompyuterni yaxshi bilishimiz kerak. Demak, bu nima degani? Kompyuterda ishlashni o'rgatadigan o'quv kurslariga boramiz o'qishga. To'g'rimi? Например, pulimiz yo'q hozir o'qish uchun deb aytsak ham bo'ladi. Gap shundaki, o'qish uchun har doim pul bo'ladi. Например, siz o'ylashingiz mumkin, har bitta odam o'zini juda ham yaxshi taniydi, aytasiz, men baribir dangasaman. Hozir kimdandir kerak bo'lsa qarzga olib ham o'qimoqchi bo'lsam, ili pul yig'ib o'qimoqchi bo'lsam, men bilaman, что men baribir yaxshi o'qiy olmayman, yarim yo'lda buni tashlab ketaman deb aytish o'ringa siz prosta hozir pulim yo'q degan mana bunaqa atmaskalarni tayyorlab turasiz. Yodingizda tursin, rizq ham niyatga qarab beriladi. Qilsam bo'lar edi, o'sha vaqtlari behudaga ketkizib yubordim deb o'ylashdan ko'ra, hozirgi kun bilan yashang. Ya'ni hozir maqsadlaringiz sari yurishni boshlang.